farmoni oliy chiqaribdi. Yurtimizni gadolar, tilamchilar bosib ketdi. Agar kimda kim tilamchi yoki gadoga sadaqa bersa, qo'llari chopilsin. Hech kim tilamchi gadolariga sadaqa bermay qo'yibdi. Kunlardan bir kun o'sha shaharga bir karvonini qaroqchi talagan savdogar kelib duchkaga eshigini taqillatibdi. Yordam beringlar. Chiroyli qiz, go'zal qiz eshik ochib. Assalomu alaykum, keling ota. Bolam, karvonimni qaroqchi taladi. 3-4 kun deganda yurtinglarga yetib keldim. Ochda xorman, bolam. Bir qultum suv ber, bir burda non ber. Xo'p bo'ladi. Qiz yugurib uyga kirib ketayotganda esiga farmon tushib qaytib kelib, ota, biz yurtimizning farmonidan xabaringiz yo'q shekilli. Agar kimda kim tilamchiga gadoga sadaqa bersa, qo'llari chopilsin deyilgan. Bolam, men tilamchi gado emasman. Men savdogarman, qaroqchi taladi, ochnaxorman, bolam savob bo'ladi. Bir qultum suv, bir burda non ber, bolam. Allohga tavakkal debdi qiz. Yugurib kirib, bir piyola suv, ikkita kulcha non ko'tarib, yengini uchida yashirib uzatdi. Bundan podshoh ayg'oqchilari darrov xabar topishdi. Shohga yetkazishdi. Kim jur'at etdi farmoni oliyni buzgani, qo'llari chopilsin. Sho'rlik qizni qo'llarini chopib tashlashdi. Oradan ancha vaqt o'tgan, shoh o'z yurtini aylanib yursa, xonadondan munglik qo'shiq eshitilayotgan emish. Qo'shiqni tinglab turib, aytayotganini sevib qolibdi shoh. Tovush naqangi go'zal, o'zi qanaqa ekan, o'zi undan ham go'zal deyishibdi. Shu qizga oshiq bo'ldi. Lekin ming afsuski qo'llari yo'qdi. Nega? Qo'l tug'ilganmi? Yo'q. Sizni farmoningiz bilan qo'llarini chopib tashlaganmiz. Bir gadoga sadaqa bergani uchun. Buncha razil bo'lmasam deb shoh. Qani ko'ray u qizni. Ko'rsatishdi, haqiqatda go'zal qiz. Shu qilgan gunohimni shu qizga uylanaman. Suymaganga suykalman, qiz dod demasin, faryod qilmasin. Baribir shohga uzatib yuborish. O'g'illigi ham bo'pti sho'rlik. Lekin shohda ko'ngli yo'q. Duoga qo'l ochadigan, kaftlariga yuzini surtadigan, shulardan judo qilgan insonni kim suyadi ayting? Faqat xayolida qochib ketaman shu shohdan, saroydan qochib ketaman deb yurar ekan. Ya Alloh, o'zingga yana tavakkal deb beliga bog'lab bolasini opichib, yarim tunda qochibdi. Tog'u tosh, cho'lu dashtdan o'tibdi. Anhor bo'yiga ketdi, chanqagan. Qo'llari yo'q suv olib ichay desa, engashib suv ichaman degan ekan, bolasi yelkasidan sirg'alib suvga tushib ketdi. Bola suvda oqib ketyapti, dod deb yig'larimiz. Dod olishga imkoni yo'q, qo'l yo'q. Osmoni falakka qarab, "Yo Rabbiy, ahvolim o'zingga ma'lum. O'zing qo'lla, Allohim, o'zing o'ngla." Alloh rahim va shafqat egasi. Ikkita farishtani odam shaklida yerga tushiribdi. Birlari kelib suvga duo o'qib dam solibdi, suv ortiga oqibdi. Chaqaloq oqib kelyapti, qizni olishga imkoni yo'q. Ikkinchi farishta, "Ey mas'ul ayol, qo'lingni suvga tiq." Qiz qo'lini suvga tiqqan ekan. Bir payt qo'li kesilgan joyidan kaft va barmoqlar o'sib chiqibdi. Qiz bolasini bag'riga bosib, osmoni falakka qarab, mehribon, rahim shafqat egasi Tangriga shukronalar keltiribdi. Qarasa haligi ikkita farishtalar, odam shaklidagilar ortiga qaytib ketyapkanmish. Shoshmanglar, ey yaxshilar, Allohning rahmdil bandalari, sizlar kimsiz? Sizlarning haqqingizga nima deb duo qilay? Kim bo'lasiz? Shunda Alloh amri bilan ikkita farishta shunday deyishibdi: bizni tanimadingmi? Biz senga sadaqa qilgan ikkita kulcha nonmiz. Sadaqa raddi balo deganni eshitmadingmi?